Bugun eng dolzarb bo'lgan mavzulardan biri emlash haqida gaplashamiz. Bugungi suhbatdoshimiz epidemiologiya, yuqumli kasalliklar va hamshiralik ishi kafedrasi dotsenti Muhiddinova Shoira Bahromovna. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shoira opa, aytingchi, bugun emlash jarayoni haqida nimalar deya olasiz? Emlash o'zi qanchalik muhim? U nima uchun kerak? Demak, aholini salomatligini saqlash borasida tibbiyot usullari ham boshqa sohalar kabi takomillashish bormoqda. Jumladan, emlash orqali nafaqat kattalarni, balki kelajak avlodimiz bo'lgan bolajonlarimizni ham og'ir kasalliklardan himoya qila olishimiz mumkin. Masalaning eng muhim jihati shundaki, emlash yuqumli kasalliklarni oldini olishdagi yagona samarali usul hisoblanadi. Ammo ba'zi fuqarolarimiz turli mish-mishlar va noto'g'ri ma'lumotlar ta'sirida emlanishdan bosh tortadilar. Ilmiy izlanishlarimiz emlash orqali har yili millionlab insonlar hayotini saqlab qolayotganini, ayniqsa bolalar hayoti uchun xavfli bo'lgan bo'g'ma, shol, qizamiq kasalliklarini hamda ayollarimiz o'rtasida ko'p uchrayotgan bachadon bo'yni rak kasalliklarini yo'qotilib borilayotganini ko'rsatmoqda. Xulosamiz, vaksinatsiya bu shaxsiy tanlov emas, balki jamoat salomatligi uchun ham mas'uliyatdir. Chunki kasallikni tarqalishi uchun birgina emlanmagan inson ham yetarlicha sabab bo'lishini unutmasligimiz lozim. Ilmga ishonaylik. O'z salomatligimizni, ayniqsa bolajonlarimizni, ayollarimizni birgalikda asrab avaylaylik.